Agar Alloh senga biror biznes yoki g'oya bergan bo'lsa, u qancha pulning borligiga emas, iymoningga qaraydi. Alloh senga bu fikrni bergan bo'lsa, u mijozlarni ham, imkoniyatlarni ham, kerakli yordamni ham yuboradi. Seni vazifang qanday qilaman deb o'ylab to'xtab qolmaslik. Ishon, chunki Alloh hech qachon g'oyani bekorga bermaydi. Agar bu niyat yuragingda bo'lsa, demak, yo'l allaqachon ochiqdir. Qo'rqma. Boshlash oson emas. Hamma javoblar yo'q bo'lishi mumkin, lekin birinchi bo'lib qaror qil. Keyin imkoniyatlar. Iymoning esa puldan tezroq yuradi. Yolg'iz emassan. Agar Alloh senga biror biznes yoki g'oya bergan bo'lsa, u qancha pulning borligiga emas, iymoningga qaraydi. Alloh senga bu fikrni bergan bo'lsa, u mijozlarni ham, imkoniyatlarni ham, kerakli yordamni ham yuboradi. Seni vazifang qanday qilaman deb o'ylab to'xtab qolmaslik. Ishon, chunki Alloh hech qachon g'oyani bekorga bermaydi. Agar bu niyat yuragingda bo'lsa, demak, yo'l allaqachon ochiqdir. Qo'rqma. Boshlash oson emas. Hamma javoblar yo'q bo'lishi mumkin, lekin birinchi bo'lib qaror qil. Keyin imkoniyatlar. Iymoning esa puldan tezroq yuradi. Yolg'iz emassan.